Bu haftada Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohrux G'iyosov va Taftish.uz saytida faoliyat yuritadigan yosh muxbirning telefondagi suhbati muhokamada bo'ldi. Suhbatda surishtiruv o'tkazayotgan maxsus muxbir ichki ishlar organi vakiliga savoli borligini va u tergovchining u bilan muloqotga kirishishi so'ralgan. Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash xizmati vazirlik matbuotiga rahbar Shohrux G'iyosovni telefon orqali ulab bergan. G'iyosov tergovga oid surishtiruv ishlarida xodimlar axborot berishga majbur emasligi, qanday ma'lumot bo'lsa faqat u orqali olishi mumkinligi, maxsus muxbirman deb aytayotgan qizning hali jurnalistlik diplomi yo'qligi va unga doir huquqlardan foydalana olmasligi ta'kidlangan. Majburiyatlar belgilangan bir nechta qonun bandlarini o'qib chiqish kerakligini tavsiya qilgan. Qanaqa tergov? Nimaga keldingiz bo'lmasa? 5 yilga oldiga o'tdik, o'qishni bitirdingiz ham, jurnalist bo'ldingiz ham. Nima savolingiz bor menga? Gapiring. Chiqsin. Ha? Sizga savolim yo'q aka. Bo'ldi, nima qildingiz kelib bu yoqqa bo'lmasa? Boring, bemalol. Toshingni ter degan kitob o'qiganmisiz? Boshqa siz bilan vaqtim yo'q, meni adi qilishga. Biz maxsus muxbirman deb o'zini tanishtirayotgan qizning xatti-harakatlarini oqlashdan yiroqmiz. U kim bo'lishidan qat'iy nazar o'z faoliyatida qonun talablariga rioya etishi, o'z majburiyatlari bilan bir qatorda huquqlarini ham yaxshi bilishi va shunga qarab munosabatga kirishishi kerak edi. Bu borada muxbirning hali biroz tajribasiz ekanligi pand bergandir. Xo'p, qiz-ku yoshlik qilib hissiyotga berilgan ham deylik, ammo bir necha yillik tajribaga ega matbuot kotibining fuqaroga nisbatan toshingni ter iborasini ishlatgani bu bahsda u g'olib bo'lmaganini ko'rsatmoqda. Ichki ishlar xodimi har qanday vaziyatda bosiqlik bilan munosabatga kirishishi muhim. Ular bu bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan ham o'tishadi shu sababdan. Undan tashqari ichki o'zaro suhbatning montaj qilinib, ommaga tarqatilgani ham etika qoidalariga zid. Xullas, suhbatning to'lig'ini eshitmagan odam bu bahs bo'yicha baho bildirishga shoshmagani ma'qul. Har ikki tomon o'zini haqligini isbotlashga tushgan bir paytda biz media ekspertga murojaat qilib, suhbatning ayrim detallarini tahlil qildik. Suhbatni boshida e'tibor bersangiz, hech qanaqa stechka yo'q, hech qanaqa nima deydi, ortiqcha emotsional so'z bo'yoqlari yo'q u yerda. Keyin natijada bu narsa kelib chiqqan. Ya'ni hodisani o'zini agar sinchiklab o'rganadigan bo'lsak, albatta u yerda nima deydi, nafaqat efirga, balki umuman aytilishi tavsiya etilmaydigan iboralar ham ketib qolgan. Buni har ikkala tomon ham menimcha tushunadi deb o'ylayman. Bitta narsani juda ham yaxshi tushunib olishimiz kerak. O'zbekistonda demokratik jamiyat qurilayotgan ekan, biz imkon qadar jurnalistlar barbiram qaysi yo'l bilan bo'lsa ham eng muhimi sifatli va ishonchli manbalar orqali axborot kanallarimizni yaratishimiz kerak bo'ladi. Jurnalistikada bitta narsa bor-da, men juda ham hurmat qiladigan. Biz jurnalistlar eng aqlli va eng ahmoqona savol berishga ham haqqimiz bor. Bizning sohamiz shu, bizning yeydigan nonimiz shu-da. O'sha nuqtai nazardan ikki tomonga ham men professional nuqtai nazarda yondashishni maslahat bergan bo'larim. Qaysi ma'noda? Masalan, o'sha jurnalistning masalan bosh muharriri bor, to'g'rimi? O'sha sifatdan ro'yxatdan o'tgan bosh muharrir orqali masalan rasmiy murojaat qilish mumkin. Masalan, qaysi faqat ichki ishlarga emas, har qanaqa tashkilotga yoki xususiy kompaniyaga rasmiy murojaat qilish mumkin va bilasiz, bugungi kunda jurnalistlarning murojaati juda chuqur o'rganilyapti, chunki siyosiy iroda bor bu narsaga va ertaga o'sha tashkilotni tashqaridan tekshirganidan kelgan odamlar ham jurnalistlarning murojaatini papkasida o'qiydi. Kirish xati qachon kelgan? 7 kun bo'lganmi yoki 3 kun bo'lganmi? Agar sizda javob bo'lmasa, 3 kunda javob berishingiz kerak. 7 kunda agar javob bermagan bo'lsangiz, unda siz muddatni buzgan bo'lasiz. Ya'ni u yerda qat'iy qonun qoidalar bor. Hech kim qochib keta olmaydi. Lekin masalan, ko'chadan kirib kelib, masalan, sifatli intervyu olaman deyish san asossizroq men nazarimda. Lekin bu degani masalan, yo'q, jurnalistikani nima desam ekan, uni qilishga haqqi yo'q demoqchi emasman. Jurnalist qanday yo'l bilan bo'lsa ham axborot olish kerak. Masalan, jurnalistga hech kim masalan mana sizga axborot deb tayyor axborotni qo'liga olib kelib bermaydi. Bitta tashkilot olib kelib berishi, shuni efirga uzating deyishi uni targ'iboti bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun jurnalistlar noqulay savollar berishda, kimgadir yoqmaydigan savollar berishda davom etishlari kerak deb o'ylayman. Lekin shu bilan birgalikda aktivizm bilan jurnalistikani ba'zan adashtirib qo'yapmiz-da. Xuddi misol uchun fuqaro murojaatini oxirigacha biz yechib beradigandek o'zimiz tutamiz-da.
jurnalistika bu emas. Fuqarolar jurnalistikasi degan tushuncha anchadan beri rivojlangan, lekin u yerda ham aktivizm bilan jurnalistikaning farqi bor. O'sha xususiy ommaviy axborot vositalari juda ham yaxshi bilamiz. Ular asosan fuqaro murojaatlari bilan ishlashadi va buni ham yomon joyi yo'q. Aynan shu bilan, lekin baribir ham u aktivist sifatida borgan paytida jurnalistman deb o'zini tanishtirish kerak emas. U aktivistman deb aytish kerak. Ya'ni bu yerda rollarni ham biz aralashtirib yuboryapmiz-da ba'zan. Nimadir tarafini olish yoki hali hal bo'lmagan, hali sud qaror chiqmagan voqealarga izoh berish yoki o'zimizcha adolatparvarlik yo'lidan ketamiz deymizda, lekin afsuski qonunni buzish holatlari ham kam uchramayapti. Lekin bu degani jurnalistikamiz kechirasiz, bundan keyin silliqqina bo'lish kerak ekan. Jurnalist faqat kattalarga yoki tashkilotlarga yoqadigan formatlarda murojaat qilish kerak ekan degan fikrdan yiroqman. Va men har ikkala tomonni ham hurmatini joyiga qo'ygan holda bunaqa hamkorlikni masalan imkon qadar professional nuqtai nazardan olib borishni tavsiya qilgan bo'lardim.